Assalomu alaykum. Ilhom o'z kanali hurmatli kuzatuvchilari, mol qo'y chorva shqozlari. Akalar, ukalar, bugun sanamiz 31-yanvar 2026-yil. Nasibda Samarqand viloyati Pazorxon, yana o'zimizning Juma mol bozoridan ola bola sigirlar, daxmabola chiqaramiz. Siz ko'ringizlar. Ma'qul bo'ladiganlar akalar, albatta o'z fikrlaringizni kommentariyada xolis fikrlaringizni qoldirib o'tib ketingizlar. Qimmat arzonligini jigarlar. Like'larni bosib gumurlatib qo'yamiz jigarlar. Bo'lmasa videolar boshlanadi jigarlar. Like'lar kam akalar. 6000 ta 7000 ta kam 1000 ta like'lar kutib qolaman akalar. Bo'lsa ketdi. Mana hurmatli kuzatuvchilar, ona bola sigirlarimizdan jigarlar. Mana zo'rlardan jigarlar. Mana. Bo'lmasa charchamayapsizmi? Akalarimiz hozir kimniki bilmayman, hozir so'rab bilib aniqini bilamiz jigarlar. Lekin molimiz zo'r jigarlar. Oqovlari ham, suskalari baylab qo'yganman deyman. Nima qilib qo'ygan bu? Sendanmi bu? Bitta suskasini jigarlar baylab qo'yibdi mana. Mana. Suska nimaga baylab qo'ygan? Bu kimdan ekan bu buni? Sizdanmi bu? Sizdanmi bu? Nechta bo'lyapti? 50 million deyapti. Savdosi nima? 50 million baho 40 millionga bermayapti degan jigarlar. Uchinchi qorinmi? Nechinchi qorin? Uchinchi qorin akalar. Malaka. 15 ta malakaga aka. Uchinchi qoringa. Bolasi nima bu? Qara bolasi. Qora olami qaysi biri? Qizil ola akalar, bolasini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Semental hali. Bola sementalmi? 3 kunlik bo'lyapti. Mana aka, bola semental aka. O'qishi ekan. Mana aka. Haftalik bo'ldimi? Yo'q, 3 kunlik bo'lyapti. 3 kunlik bo'lyapti. Bular nechinchi qorindan ekan? Ikkinchi qorin qo'yar. Ikkinchi qorin ha? Bu ikkovsi ham ikkinchi qorindan aka. Sutlar qancha? Mana ikkovsi ikkovsi ikkinchi qorin. Qizilchi. Yaxshi. Sutlar qanchadan bor? 7 litr, 10 litr sutga akalar, malakaligi. Mollarimiz yaxshi. Audi ham girgan ekanda jigarlar. Ovulga e'tibor bering. Bagiga. Maşallah. Ha, sotildimi bu? Qancha ketdi? 35. 35 millionga. Qancha sutga? 10 ta dedi bilmayman. 10 ta sutga akalar ketdi mana. Zo'r. Bolalar nima endi bular? Bunojin bo'yi ko'rdik. Ikki qoraniki qanojin ha? Ikki qorani qanojin deyilyapti jigarlar. Endi akalar, endi bunday gapda molni sifatiga qarab narx-navo bo'lyapti, keyin tagida bagiga qarab. Bak deyilganda jigarlar mana ichidagi malakasiga qarab narx-navo shunday bo'lyapti jigarlar. Nomer aytingda. Ishqivoziga nomer qoldirib o'tib ketamiz jigarlar. Mabodo mana bu qizil, mana bu qora. Mana bu qora olaga telefon qilib bog'lanib so'raysizlar. Ha, telefon nomer qoldirib ayting. 77lik 099 1296 Chandra Arab Chunboy mahallasi. Telefon qilib bog'lanasiz, akamizning tirikchilik jigarlar. Hurmatli kuzatuvchilar, nechinchi qoringa bu? Ikkinchi qorin aka. Ikkinchi qorin suti 10 ta. suti 10 ta. 10 ta. Qayerda mol? Chimboyda. Chunboyda. Qani bolasi? Akalar, shu bolasi ana shuni qilgan mana. Qani bolasi. Ha, ko'rsatdim bolasi. Nechinchi qorin dedik buni? Ikkinchi qorin. Ikkinchi qoringa. Nima so'radi bozor? Bozor 33 qildi berildi. 33 million so'm berilmadi bu. Malades akalar. 33 million so'm bozor so'rabdi, bermabdi bu sigirchamiz. Baho qancha? Baho 38 kam bor. 38 kam bormi? Kelishamiz. Yana ham kelishikni savdolar. Yana ham kelishamiz. Malades jigarlar, bugun mol bozor nima alovmi bugun? Qimmatmi? Qimmat ha? Gap yo'q akalar. Mol bozor ko'tarilib ketdi akalar. Shuni ham bilingizlar akalar, bugun 31-yanvar 2026-yil akalar. Mol bozor bugun o'dar. Ana molimiz.
Baxti ham uyda bor qizagilar, baxti. Bayam borda, shunga yaqindagilar. Telefonimizni qo'yamizmi? Ayt. 93'lik 93lik 835 835 2158. 2158. Yana bor mollar bunday. Uyda bormi? Uyda bor. Ha. Uyda bor ekan. Bo'g'oz, ona bola bor. Bor. Telefon qo'yasizlar. Mana akalar mana shu yerda realni savdolari bo'lyapti jigarlar. Va Dilshod aka, urmasa da aka charchamayapsizmi? Sog'liklar. Aka, bugun qanday bozor qimmatmi arzonmi? Shuni bitta bilaylik. Zakonli bozor. Ya qimmat arzonligini ayting. O'rta hol ketyapti. Ya men o'zim fikrim juda qimmat mol bozor. Ya qimmat emas. Moshina bersan qisqasi 5 million 10 million pul qat qimmat bo'ladi. Ya endi men o'zim fikrim qarayapman, qimmat mol. Ya qimmat aka. Ye, laziz arzon chukamiz mana. Ana negativlarni video olsin bemalol, ayla sirni ko'rsating. Ana aka. Necha pul ketdi bu oz? Aka 27,5 ketib, mendan ham qimlan baho qo'yib o'tiribdi, ayting negativ. Ana aka. 42, 46. Ana aka, молодец. Yo'q, yaxshi. Savdosi o'jabdi. Aka, baraka topayapmi? Negativlarga adisha deb qo'yaman. Aka, 36 million bo'lyapti aka. Qaysi? 36 million? 36 million mana sigirimiz bo'lyapti jigarlar. Nechinchi qorin ya? Dilshod aka, uchinchi qorin baqa. Suti nechta buni? 15 dedi ya, 12 taga garant dedi ya. Ana aka, Dilshod akamizda o'tyapti akalar. Uchinchi qorin suti 12 taga boladan tashqari 12 litr sutga javob beryapti ekan. Lekin sigir aka oyoq ko'tarsa sigir qaytarib oladigan sharti bilan aka. Lekin molim lekin bagi ham shunga yarashagan. Bak endi ey, erkak bo'lsam meni ham imjam qolmasang meniki ham qolsa shet ketadi-da. Yo'q a? Gap bildirdingiz degan gap yo'qligi. Dilshod akamiz hazilkash. Молодец. Lekin akalar Dilshod akamiz zo'r savdosi bo'lyapti mana sigirni. 33 million so'm harakasi bo'lyapti. Alimga ketadi akalar. Erkakni ham deyapti, qoplasa suti shetib ketadi. Deyilyapti. Las. Dangan so'rang keyin aytaman. Kim bo'lsa kissa chaqirib savdo qiladi. Aka, shunchalik kistalang bo'ldi, xafagarchilik yo'q. Ayting. Ana. 41 million. Kistalang, o'zi taqilgan. Yo'q, endi aytmayman. Endi yurangiz urguncha so'rang. 40 million ham yo'q. Yurangiz urguncha so'rang, to'g'ri kelsa beraman. Bering endi, bering endi bizlarni hurmatimiz bor. Kam so'rayapti-da. Mo'ysab pul bo'lmayapti lekin. Yo'q, noinsaf deyotganmi? Insaf sar. Nechi so'radi? Hozir 40 milliongacha so'rayapti. 40 million. Ya borini ko'rak buni. 41 million pul chiqmasa nima kerak bor uni? Shuncha siz yanashtirib so'rang. Bo'ldi, bundan shaltay bo'lganmi? 37 million so'm, 200 ming so'm o'tib berasizmi? 37 million so'm? 200 ming o'tib beray, uyga borincha 37. Молодец, 37 million so'm aytalyapti akalar. Mana sigirimiz. Ana. Bering yomon pul bo'lmadi-ku endi. Ham so'rayapti-da, beraman. Sizni butun dunyo ko'ryapti. Shuni aytaman. Odamlar erta negativ kerak emas, 37 million deb kichkina pul emas. Kam bo'lar. Kam. Baraka topayapmi? Kam. Joningizga kam bo'lmasin, baraka topayapmi? Kamda oshna lekin aytyapman. 37 million so'm, 200 ming so'm shu davlatingizdan so'rayapman bo'ldi. 9 million hozir. Bering endi. Ya, borini ko'ray, kistalik bo'lsa. Lazikam savdo qilyapti. 37 million so'mga mana sigirimiz, ona bola sigirimiz, bolasi o'kichami? Bor. Ha, ho'kiz bola. Mana bolasi o'kichcha ekan. 15 ta suti bor, 12 tasi garant. 15 tasi bor, 12 taga garantiya. Bolasi ham qoladi bari. Qoladi. 3 tenchadan 12 ta sut sovib oladi. Savdolaringiz bersin. Nasib bo'lsa Baraka bitta. topayapmi? Aytay, to'g'ri ham aytgani. Bo'ldi. Bor baraka 37 million so'm. Vaqt bo'lsa, aka maydalagam yo'q. 37 million so'm aytish qolsa, maydalagam yo'q. Baraka topayapmi? Zo'r savdosi bo'lyapti jigarlar. Lazikamiz pachchasiga beryapti Dilshod akamizga. Aka nechinchi qorin? 3-qorin. Bolasi nima aka? Uni ochuncha. Xattalik bo'ldimi? 4 kunlik. Malaka qancha? Suti? 8. Bozor nima so'radi? 28 million? Deyapti. Siz qanchadan to'laysiz? 35. Mana jigarlar bozor mana. Katta emas, kichkina emas, o'rtacha molimiz jigarlar. Mana. Yomon emas.
Qani jigarlar. Nima so'radi aka bu? Zo'rmasa charchamayapsizmi? Kayfiyatlar. Tug'ganmi bu ham? Aka bu qizchasi bor, qizning qizchasi bor. Gap yo'q. Kichkinagan sigircha ekanda. Boshqasini ham kichkina. Yo'q. Kichkinagina deyman bizni, ko'tarib uramiz sizni. Shunga yarasha ovu ham bor ekan jigarlar. Shoxlab beramaydi meni. 10 litr sutga garantiya, nechinchi qorin? Ikkinchi qorin. Bolasi qaysi biri? Mana bolasi qizilcha, mana shu bolasi ekan. Aka bu o'rtadagi qara qizchasi bor. Ha. 28 kam bor, 7 litr sutga garantiya. 27 million kam bor, 27 kami bor. 7 litr sutga 7 garantiya. litr sutga garantiya. Qani bola? Mana qara bu. Qorami? Ha. Mana bolasi ekan. Mana shu 45 kami bor, bola ho'kiz 2 oylik bor. 45 million kam bor. Kami bor. Mana bolasi, ha? Shu bolasi 12 ta suti bor. Mana ekan. Puldan qoldirib Uxom zo'r ekan. Charchamayapsiz, kayfiyatda zo'r. Buni nima so'radi o'zi? Qaysi birini? Mana. O'rtadanmi? Ha, 40. 25 yarim so'rayapti. 25 yarim? Ha. O'rtadagini aka. Ha. Ona bola 25 yarim, ha? Mana buni bolasi bilan buni inasi 38 so'rayapti. 38 kam bor. 38 so'rayapti. 38 so'rayapti. 38 million so'm so'radi 12 degan. litr sut, 10 taga beraman. 12 litr sut ekan mana. Bolasi kattaroq mana. Ho'kizga ham bo'lmashin. Qizchasi bor. Semitalma. Qayerda bola aka? Chumbaydiki. Chimbaydi, ha? Ha. Telefon nomeri ayting. 93 lik. Aha. 995 38 93. Tirikchilik, Tirikchilik. nasib bo'lsa, aydan ham topib beraverasiz. Bo'ldi. Mana ana aka. Aka oldingizmi? Qancha? Yana bilan Qancha 16 bilan olindi. 16 bilan shu pichoq olindi. Qancha beraman? 500 ming? 500 ming bir bilan kamiga beraman. Молодец. Vaqtda bo'ldi. Bo'ldi. Hurmatli kuzatuvchilar, agar meni obunachilarim telefon qilsa, 1 million, 1,5 million akamni o'tib beraman deyapti. Bo'ldi. Telefon qilsa kelishtirib bering. Beraman. Ha, boshlang. Boshlang, endi boshlang, real boshlang. Kanal. Ana aka, ilhomiz. Bo'ldi akam aytgan gapimga javob beraman deyapti. Birmi? Ana aka. Telefon qil. Bo'ldi aka, men boryapsiz-ku mana. Hurmatli kuzatuvchilar, nechinchi qorin aka? Ikkinchi bola. Ikkinchi bola. 24 million qilyapti. 24 million savdosi qilyapsiz. Qilyapman mana. Bermayaptimi? Beradi. Beradi mana. Barakada. Bering endi. Barakada. Baraka, молодец aka. Ong, jiddilar. Mana aka. Ko'rdingiz? 24 million. Baylarlikda mana bu yoq. Kelishim bilan bitkazishadi. Baraka ba? Ha, baraka. Молодец. Akamniki молодец. Ishingiz zo'rmi? Charchamayapsizmi? Kayfiyatlar zo'r mana. Endi akalar, endi keyingi mollarimiz nasib bo'lsa bolasi nima ukkichami, g'inojinchami? G'inojincha nechta bo'ldi? Bir qatta. Onasi nechinchi qorin? Uchinchi qorin. Suti qancha bor? 10 ta. 10 ta. Qancha bozor so'radi? Bozor 28 kilo. Bozor 28 million so'm so'rab bermaydi. Yo'q. 35 baho. 35 million so'm baho qo'yibdi. Mayli, rahmat. Jigarlar, endi keyingi mollarimiz qora. Ha? Bak bu ya ki kendimden. Kırıp konmaşakta. Ha. Zo'rmasiz charchamayapsiz, rahmat. Akalar qora sigirdi, yaxshi qora dog'li. Lekin shunga yarasha, bagam shunga yarasha bor jigarlar mana. Molni akamiz ko'rsatyapti, haqiqatan ham, lekin sifatlari ham molni har tomoni o'ziga yarashgan ekan. Birinchi qori adashmasam-a? Birinchi qori. 15 ta suti bor. 15 litr sutga. Ha. Bolasi o'qcha. Bola o'kkiz. Yelinde kasallik yo'q. O'zini o'zi yemish yo'q. Yo'q. Молодец. Mol zo'r. 45 deyapti. Bola mana. O'kkizcha. Kindigi ham shitda, kindigi. Kindigi shitda.
Nima qancha narx qo'ydingiz baba? 45 qo'ydim. 45 million kam bor. Bozor 40 so'rab o'tirdim. 40 million. Zo'r so'rab lekin. Birinchi qoriga 40 million so'ragan bo'lsa, o'zimni fikrim zo'r pul so'rab jigarlar lekin zo'r so'radi. 15 litr sutga jigarlar. Birinchi qorin bola navoz, ya'ni 40 million. Bozor so'rabdi lekin mana sigirchamiz. Zo'r so'rabdi lekin akalar. Rahmat ma'lumotlar uchun. Keyingi mollarimiz jigarlar qora ola bolasi nima ukishchami? Munojimcha. Nechinchi qorin? Ikkinchi qoringa bozor qancha so'rayapti? Barakasi savdosi bo'lyapti. 11 million 29 million savdosi bo'lyapti. 29 million savdolari bo'lib turibdi jigarlar. Hozir bozorimiz endi necha baho? 30 mi? 30dan ziyod. Katta mana molimiz katta mana savdosi. Berib beraman. Qancha bitta aka? Aytavering. 29 ya, 28 deyapsizmi? Qancha bitta aka? 28 yarim. Anaka. 500 kam 29 million. Mana. Mana jigarlar, keyingi mollarimiz. Aka nechinchi qorin? Birinchi qorin aka. Birinchi qoringa. Bola nima, o'qishchami? Nojincha aka. Nojincha. Qancha malaka? 35 deyapman aka. Malaka. Malaka 8 ta aka. Malaka 8 ta 35 bilan baho Baho qo'yadi. qo'yyapti. Bozor nima so'rayapti? 30 million qilyapti. 30 millionga so'rayapti, bermayapti. Yo'q. Anaka. Baho shunday bo'lyapti jigarlar. Shunda. O'tkiruz shaharda jigarlar mana o'tkiruz ham to'liq syomkani haydayapti mana. Keyingi mollarimiz jigarlar, lekin bakti ham shunga yarasha molimiz sog'an jigarlar. Qizil. Nima gibridmi aka bu nima? Tozasimi? Toza inson deb aytilyapti, lekin yana ham xolis bahoni, xolis fikrda yuzlamiz berasiz. Ilhomiz. Bola nima aka buni? Munojimcha necha kunlik bo'ldi? 40 kun. 40 kunlik bo'ldi. Qancha malaka aka? Malakani ayting menga. 12 ta 13 ta suti bor, 10 taga javob beradi. Boladan tashqari 10 litr. Tashqari. Qarang. Ertalab 5 litr, kechqurungi 5 litr, 10 litrga garantiya beryapsiz, to'g'rimi? Ha, endi 10 litr deganingiz 20 litr ortimda azza birdan. Akalar 5 litrdan 10 litr sutiga javob boladan tashqariga. Bol bozorda lavalari manda haydab yuraman. Zo'rda. Hozir jazma tomoshabinlar turadi. Nechta suti bor ekan buni? 42 so'radi. 42 bermadingizmi? Yo'q, 42 yo'q. Nechta suti bor? Qancha? 45 mi qancha? Qo'shadi. 40 millionga qo'shadi. 42 ga qo'shadi. 42 ga qo'shadi. O'zingiz jazman baho qancha qo'ydingiz? Baho 50 ga aytib turibdi o'zi hali. Ha, 50 bilan Bozor kelishadi-da endi. shunday 50 bilan baho deganlar. Baho endi aytilaveradi. Keyingilarimiz mana deganlar. Bola nima, sementalmi nima aka? Nima bola? Mana Qiziliston deysizlarmi? Lekin ov chidamaydi ekanda. Birinchi qorin olmaydi. Nima so'radi buni aka? 40 million. Birinchi qorin, ikkinchi qorinmi? Birinchi qorin. Bola bunojimmi? 40gacha. Bunojimcha ekan bolasi bor. Qancha sut bor aka? 10 ta. 10 ta. 10 ta beryaptimi? Beryaptimi? 10 ta beryapti ekan jigarlar mashhurimiz. Yaxshi. Baho katta. Mana semental ishqibozlariga sementallardan ko'rsatamiz. Mana hozir ko'ramiz. Zo'rmisan? Sog'lig'ing zo'rmi? Kayfiyatlar? Tanidingmi meni? Ha, nimaga tarib ekan? Mana jigarlar. Chiqilyapti hozir. Buni 46 so'rayaptimi? Birinchi tush 46 mi? Buna bolasi o'kishami? 40. Buni hozircha ekan. Necha kunlik bo'ldi bolasi? Aka 1 oylik bo'ladi. 1 oylik bo'ldi. Mana 1 oylik akalar semental birinchi qoringa ekan. Qancha malaka beryapti? 15 ta boladan tashqarimi?
Biz akalar birinchi qoring 15 litr süt boladan tashqari. Lekin bagam shunga yarasha ekan akalar mana qaranglar. Mana seminta. Shoxli varianti shoxini kiydirmagan lekin. Shoxli. Bunimiz nechinchi qoringa? 4-chi qoring aka. Bu 4-chi qorinmi? Jigarlar bu 4-chi qoringa hozir malaka sutlarigacha aytib o'tib ketamiz, lekin shunga yarasha molni kilogrammiga qarab, agar shu viziga, shu jasadiga qarab malaka shunga qarab beradi. Avvalo tomoq lekin. Tomoqqa qarab ilhomiz. Mana jigarlar. Lekin o'zimiz gibrid molimiz ham yaxshi ekan sifat. Qancha sut beryapti hozir bu? 15 ta. 15 taga bu ham. Nima qilamiz? Nima qo'yamizmi? Chiqib hozir. Mamodir. Ayt. 90lik 90lik 286 286 02 02 22. 22. Manzil Pravda mahallasi. Akalar telefon qilaverasiz. Tirikchilikmi, dehqonchilikmi? Tirikchilik ha. 20-30 ta mol bor aka. Kelaversin. Ayda ham 20 ta 30 ta mol bor. Aynan shunaqangi sifatli mol boqaman desalaringiz, ukamiz o'tkir o'zga ham chiqargan. Bemalol kirasizlar, ko'rasizlar, ma'qul bo'lsa tanlab, xohlagan moldan manzil, lakasda tashlab berish nomerda bor. Shunday aka. Kelaveradi, to'g'rimi? Zo'rlardan kelgan aka. Sementalni zo'rlardan bor deyiladi bu yerda mana akalar. Bunaqangi shoxli desangiz shoxli, shoxsiz desangiz shoxli, topib beraveradi. Navbosan topib beraveradi. Juda bor zotlikka. Lekin mana bola ham akalar kvadrat berib qo'yibdi lekin. Mol bozorimiz shunaqangi narxlar bo'lib turibdi jigarlar. Ular narxlarini chiqardik. Endi ular narxini chiqarib o'tib aka o'tib rasm olib beramiz. To'xta. Uchinchi qori. Birinchi qori. Chiqdi 20 ta. Boladan tashqari. Bozor nima so'radi? 60 million so'rayapti. 60 million. Qancha baho qo'ydingiz? 70 qo'ydim. 70 million baho. 60 million savdosi bo'ldi. Mana vaporni qarangiz, irishni qarangiz, irishni. Tirs. Sutda og'ib jor. Mana. Shunga yarasha sistem beryapti-ku. Bola shunga yarasha g'anojincha ham, lekin kvadrat chiqib kelgan. Mana. Bundalarni yetib o'rib jigarlar. Zo'r qiladi. Uyda chiqibdilar lekin. Ular vahina bo'ldi. Sal bular. Necha oylik bo'ldi bolasi? Kimdan bu? Hech kimniki bo'ldi bolasi aka. 2 oylik bo'lyapti. 2 oylik bo'lyapti. Qancha so'radingiz aka? 57 million so'm. O'zi 60 taga borib. 60 ta boshlayapti. Ya kelishtirib beradi akami. Mamamni so'rayapman. Ondan so'rayapti. Ha. 63 million qilib mana vositalarga nima qiladi? Qo'lqonlar chiqadimi? Shunday to'ppa turib. Ketaymi? Bir marta qilsa qilaman desa. Bir marta qilsam qolaverasiz. 62 bilan aytaman qilsam. Yaxshida bir qilsam keladi. Pul kerak bunga. Buni olishga pul kerak. Shunga yarasha bitta seriya navo sotiladi bunga ham. Savdosi. Mana bolasini o'zi ham bir sigir bo'ladi deganlar, bir yillik 60 million sigir bo'ladi mana. Mana shu jonivor ham sigir bo'ladi ekan. Orqalari ham tarafga o'jadi. toza. Ha. Mana Obid akamiz ham shu yerda. Tanish bilish, episka, alanga salomlar. Zo'rmaslar, podpischiklar. Ana aka. Obunachilari ham. Kommentariyani bosaman. Bozor kelib qo'ydingizmi? Bozor qaynab yoqdi. Bozor uydir. Bozor dahshat. Merdim bilan ularda ko'rib qoldim mana shu Sirajda. Sirajda. Ularni kiritdi. Qachon keldingiz? Men, ancha bo'ldi. 1 yil bo'ldimi? 1 yil bo'ldi. Bo'ldi, bormaysizmi? Yo'q, IPSga bormay qolgan 2 yil bo'lyapti. EPS'ni kichiklar yesin dengda. EPS'ni kichiklar yesin deb aytib berarim. Men qo'rqayotgan joyim yo'q. Igridan ham mana Jinet yutkasini, Jinet yutka ishlab olsam, mana shu yerda mol qarataman men. Haqiqatan. Ishlab olsam ekan. Ishlolmay yuribman-da, Jinet yutkan.
Tilaklaringizni bildiring. Tilaklar shu hammaga omad ishiga. Bos ursin ha. Bosi bo'lsin. Hurmatli kuzatuvchilar, akalar endi mana shu sigirlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Nima gap aka? Hurmatli kuzatuvchilar, mana shu sigirimiz o'zimizning juma molbozarimizda. Nechinchi qorin ekan bu? Ikkinchi qorin. Suti qancha bor? 10taga javob. Suti 10taga javob, ha? Boladan tashqari. Boladan tashqari 10 litr sutga javob deyilyapti egalari. Lekin molimiz shunga yarasha akalar. Ovlari ham qora yilin, ovlari yaxshi. Tartimlari mulayimmi? Mulayim tartimlar. Tartimlari mulayim. Bozor nima so'rar aka? Jazma. 37,5 so'radi. Bozor 37,5 bilan so'rayapti. Maliki. Bozorimiz 37,5 bo'yicha boribdi aka. Sigirimiz. Keyingilar jigarlar nima so'radi aka buni? Chokar sigirdi. 32-33 million so'rayapti. Bola nima? Ukchami? Onojcha. Bak nima deyapti? Bag nima deyapti? Suti. 10 ta suti bor. Bak 10 ta. 10 taga javob berilyapti. Mana. Lekin bag chiroyli. Shunga yarasha bag ham sotilgan. Chokar sigirchamizni 33-32 million bozor so'rayapti. Necha bo'lsa berasiz aka buni? Jazman. Savdoga bog'liq, ha? Savdoga bog'liq deyilyapti. Kelishamiz deyilyapti. Keyingi mollarimiz. Nima so'radi buni? Nima so'radi? 36. 36 million so'ralyapti. Nechinchi qorin? Ikkinchi qorin. Sut qancha? 15 ta. Bola ho'kizchami? Bola xonojli. Ho'kizga aylanib qo'ymaymi? Ho'kizga aylantirib berish kerak. Gada it bermaganda nima deysiz? Lekin kvadrat tushibdi lekin. Aytib o'tiribdi, lekin olirmadi. O'zganlar, ha sigirimiz. Lekin iyimib javob-ku bu. Rais qo'yinda endi yemizdirish yaxshimi? Vijdonan to'g'ri ish qilyapsizmi? Aytadi, ichim chakma bu deb. Iyimib qo'yib, suti qani desa buni? Ha. Assalomu alaykum. Zo'rmisiz, charchamayapsiz? Assalomualaikum salom. Ana aka. Ha, sigirlar olib chiqqanmiz. Nechinchi qorin bu? Birinchi qorin to'rt kerak. Birinchi qorin ko'r kerak deyilyapti. Sigir yana qo'shgan aka. Sigir yana qochqan ham deyilyapti. Yeyishchilar zo'rmi? Yebitchi zo'r aka. Yebichar. Bola nima deyilyapti? Bola g'inajincha. Bola g'inojincha. Yana qochqansiz. Yana qochqan. Necha oylik? 1,5 oylik qo'ydi bu. 1,5 oylik qochqan. Bola necha oylik bo'lyapti? Bola 2 oylik tomosha. 2 oylik qochadi, ha. Молодец. Ya o'zini oldim, olayapman lekin bu serimiz buzo qanday ekanda shuni so'raman. Raisda ko'rganda qo'ymaydi. Yo'q, qo'yib beraydimi? Shuni ham ko'rsataymi? Ko'rsating seni. Yo'q, aka to'rt kerak. Buzo tushlari ham turibdi-ku, jon. Turibdi, to'rt kerak, ikkinchi qorinni bu. Ana aka, bola shunda 2,5 oylik bo'ldimi bolasi? Bola 2,5 oylik. Ichidagi 1,5 oylik. O'ziga bemalol tekshirib olishi mumkin. Ana aka. Jazman hech pulga bermaysiz. 45 million deyapmiz. Hali so'ragani yo'q. Ha, so'ragan yo'q. So'ragani yo'q. Yolg'on gap kerak emas. Ana aka. Sen shuni kelishtirib ayting qani, telefon qila agar mabodo sotmasangiz yerga qo'yasiz. Million savdosi bor aka. Sal pasroq. Kelishtirsangiz yana kelishtir deydi-da. Shunday, nomer ayting. 94lik Aha. 241 82 ha? Ha. Qayerdan? O'zbekiston Qoraqo'ppa. O'zbekiston Qoraqo'ppa. qora Qo'ppa. g'oppa. Ana akalar, lekin mol shunga yarasha, lekin molimiz katta mol ekan. Bolasi g'inojincha, suti 10 ta bor, aka 8 ta garantiya beradi. 8 taga berasiz. Shunday. 4 litrdan 8 litr. Shunday. Ana aka. Endi borini aytyapti, haqiqatan yolg'on gap kerak emas. Ertaga olgan odam ham abbo aka so'kmasin deyilyapti. Telefon nomeri qo'yildi. Mol sotilib ketmasa, telefon qilsalaringiz sotildi desa sotildi deb aytadi, sotilmadi endi turibdi deb aytadi. Voq qiziq, haqiqatan mol sotilib ketadi endi. Endi keyingi mollarimiz zo'rmisizlar, charchama. Qancha so'radingiz? 24 million 500 ming. 24 million 500 ming so'm. Ona bola ho'kizcha. Shunday ya. Yana nechinchi qorin? 7-chi. Ikkinchimi? Ikkinchi qoringa yaxshigina savdosi bor deyilyapti deganlar.
Keyingilar jigarlar. Nechinchi qorim, Malik? Birinchi, asina YouTube'ga chiqarmay qo'ydim. Tushundingizmi? Charchamaysizmi? Ikkinchi qorim. Birinchi qorim, bola nima? Qurachi. Buni ojuncha. Ish bo'l. 20 debdilar aka. Nima so'ra? 16 bilan. Jazman 16 bilan savdosi bo'lyapti. Berilmayapti jigarlar. Haqiqat. Bu yerda yolg'on bo'lgan yo'q akalar. Savdolar bor ha? Savdolar bor akalar. Malik. Qancha oldingiz? 33,5 million so'm olindi ona bola, bolasi. Bu kichik, g'inojilchaga bola. Savdolar bo'lyapti dedilar. Bo'lmasa nechinchi qorim? Ikkinchi qorim. Ikkinchi qorim. Bola nima? Bolar kaç? Bola g'inojilcha. Nima so'ra hozir? 23 so'ra. 23 bilan bermayapsiz. Boqa qancha qo'ydingiz? 25. 25 million. Jigarlar. Ko'rmasiz, sog'lig'ingiz zo'rmi? Kayfiyatlar. Sog'lar zo'rmi? Ichida Nima? Rossiya bormay qo'ydingiz, e? Bola Boqalarga qo'ymay. Hammalarimiz bozorga chiqib ketdilar, gap yo'q, e. Hammalarimiz kimni qo'l qolsa bitta molda. Qanday izlashlar zo'r? Mol tergan ekan aslida, gap yo'q. Nima so'ra? Buni so'ramjam. 28 so'rayapti. Bermayapti 28 ham yo'qmi? Necha baho? Gatak qimmat. 30 mi? Siz ham tirikchilik. Savitcha yeb qo'ymangiz boshqa. Sayusga bormadi. Savitcha bormadi, ma'lum. Bitib kamarchan ola, bozor ko'tarmaydi mana. Nechi pul oldingiz, nechi pul so'rayapti? 28 700 oldim. 28 700 olgansiz? Endi bozor 28 so'rayapti. 28 bilan 700 ming saviz. Bozor shunday akalar, narx tomosh yetibdi. Moliga qarab savdo bo'layapti. Mayli, ishingiz omad. Nima so'radi buni aka? Buni video chiqardik ha? Video chiqardik buni. Qartaga yaxshimisiz? Kayfiyatlar, ishlar. Zo'rmisan? Lipaka yaxshimisiz, zo'rmisiz? Lipakami mana shu qishloq nomer odamlardan biri ina bola siyirlar, uydirlarni teryapman. Nima so'radi buni aka? 25 so'rayapti. 25 ona bola. Siz qancha vaqt qo'ydingiz? 30. 30 so'm. Qaysi ko'rdan? Ilhomiz. Umar polvon. Umar polvon o'zimiz mahalliy polvonlardan, qishloq polvonlardan. Malades, bas. Biz ashaddiy obunachilarimizdan biri. Ilhomiz. Go'zal ketdi ismingiz? Zarif man, Zarif akamiz ashaddiy biz obunachimiz mana. Qaysi? Ya u menikimi? tovuqlar chiqarasan, ular ko'raman ben. Tomosha qilamiz, maza qilib. Ilhomiz divosi chiqar. Bu hafta ham ko'rdim men bir. Ha, eshaklar otdim. Ilhomiz divosi chiqar. Ha. Aka, charchamang, ishingizga omad. Seniki ham omad. Men Instagramga ham YouTube obuna bo'laman. Instagramingiz bormi? Instagram yo'q, lekin Telegram bor. ham ko'ra endi sizda. Instagramda ham obuna bo'lib qo'ysangiz, Instagramda pastani xo'roz inabolasi chiqar. Ha. Tomosha qilib o'tirasiz. Bo'pti aka, ishingizga omad. Zo'rmisiz, charchamayapsizmi? Bo'lamini aylantiraman. Akalar, qanaqa borligini o'zlaringiz kommentariyada qolib o'tib ketdingizlar. Lekin yelinladimi aka buni? Sizdanmi bu? Bitta yilin ishdan chiqqanmi? Bitta yilin ishdan chiqqan deyilyapti deganlar. Mana. Qani bu bolalar? Bularmi? Bolalar chiqdi, adashmasa. Bolalar nima? Xonajin kichcha? Xonajin cho'yi. Kichcha bo'lsa xonajincha. Cho'sa xonajincha deganlar. Bo'lmasa kachar akalar bu yerda ishda mana qizil mol so'rayotgandagi endi qizil iston deysizlarmi? Nima deysalaringiz ham mana shu kichcha ham o'zimiz juma mol bozoriga chiqqan akalar mana. Ovlar birinchi qoring ha bu. Birinchi qoring gibrid. Bo'lmasa gibrid. Gibrid-da shu mol.
İstonga shu nima bo'ladi? Gibrid akalar. Go'shtorma bitta mana yelini mast ekan. Qancha sut beryapti? Dalniman bittasi. Qancha sut beryapman? 15 ta. Baho qancha qo'ydingiz? To'g'rimi? Nechi? 60 million kam bor. O qizildichi? Yillik kam bor. O bunisichi mana? 45 kam bor ekan mana buni. Ha, buni ko'rdim yoshligi, zo'r ekanligi. Mana bu intishimiz ham akalar. Lekin zo'r ekan mollar mana. Mana. Mollar zo'r ekanlar. Hammasi narx qo'yilyapti ekanlar. Narxlar qarab qo'yilgan. Moliga qarab qo'yilgan. Qancha bo'lyapti? 20 bilan kam bor, ha? Hozir nima so'ra? 17 million bo'ldi. Voy, yomon emas. Nechinchi qorin ekan bu? Birinchi qoringa. Bola? Sona. Buni hozircha. Suti qancha bor? 3 ta. 3 ta. 3 litrmi? Zo'rsa necha yaxshi. Nechinchi qorin aka bu? Ha? Shu yerda yoz yo'q aka. Ya, uyda mol necha deb turibsiz? Bilmayman aka, yoz bilan ketdim, o'sha yerga. Egalari yo'q ekanlar. Mol bozorimiz deganlar, shunaqangi bo'lib turibdi.